Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim, yaxshi o'g'il qizlarni ota-onasi bo'lishsin. Qo'sha qarishsin, uvali juvali bo'lishsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Ilohim. Rahmat. Ilohim. Xudo, kuyov muborak sizga. Baxtli bo'lishsin. Endi Xudojon shu hafta kelinni olib ketamiz. Cho'zib o'tirgani foydasi yo'q. Uy bor, o'sha yerda yashashadi. Aytganimdek, jiyanim alohida 3 kundan keyin nikoh. Xudojon, bolalarini ham olib boraversinlar. Jiyanim o'zini bolasidek ko'radi ularni. Joylashtirib qo'yishadi. Kitob bog'chalar yaqin. Rahmat. Ilohim qo'sha qarshi. Xavotirjam bo'ling. Kozimjon o'zi bolajon. O'z otasiday bo'lib yursa yaxshi bo'lardi. Bolalariga mehr berib, uni bolasidek aziz arzanda qilib boqadi. Xavotir olmang. Ha, rahmat. Bemalol eshigimiz ochiq. To'q qiling. Xohlagan paytingiz borib ko'rib kelishingiz mumkin. Albatta, Xudojon, qachon xolasangiz olib ket. Navaralarni tez yuborib turasiz. Bu katta hovlida endi bir o'zim qolar ekanman. Shanba, yakshanbalarda maktab bog'chasi yo'q paytlarda bemalol sizga yurishsin. Yerda bo'lishaversin. Juda ham yaxshi bo'lardi. Xotini ko'rib yuring, siz ham ularni qarashsin. Bizga o'xshab yurishsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Eng muhimi, yoshlar baxtli bo'lsin. Yaxshi keldingiz, Moyjon. Ha, Oyi, nima bo'ldi? o'tiribdi. Yaxshimikinlar? Nodir akam Suvga tushgan mushuday shalpayib. Olib chiqardim. Yo'q, olib chiqolmadingizmi? o'zi chiqmayman dedi. Meni ko'rgilari kelmayaptimi yo? Nega chiqmas ekanlar? Chiqmayman dedilar. Oyjon. Yo'q, nima sizni ko'rgisi kelmas ekan? Uyga borib shunaqa qiyomat qilib keldim. O'g'limni qo'yib yubormayapti. Ana joydigar yangi mahallasida, butun mahallada sharmanda qilib keldim. Ularning ikkita bolasi bor. Oyjon. Mana, endi ham bolamni yo'ldan ozdirsin-chi? Shuning uchun ko'ngil uzolmayaptilar. U kasal. Baribir u bilan birga yasha olmaydi. Uzmaydigan narsa bormikin? Uzadi. To'g'ri. Biz ham farzandli bo'larmiz. Balki Nodir akamga o'zim qarayman endi, Oyjon. Avval o'g'limni uyga olib kelib olaylik. Endi mayli. Bu haqda keyin o'ylaymiz. Yaramas. Borib o'tiribdi. Qochish qanaqaligini ko'rsatib qo'yaman hali unga. Bizdan qochganda u 15 sotkaga ahmoq. Somsaga harakat qiling. Xo'p, Oyjon. Ertaga somsa qilib borib kelamiz. Tushunmadim. Siz yo'q paytingiz Qachon singlisini tan olmabdi? o'g'lingiz uyimizga kelib ketgandi. Meni singlim emas, tan olmayman dedi. Itarib tashladi. Aisha dada deb quchoqlab olganda, Nimaga kelgan ekan? Demak, u ham bilibdi. Tushunarli. dadamni tinch qo'y, hayotimizdan chiqib ket dedi. Ammo uyimizdagilar bilibdi. Bezovta qilmay dedim sizni. Nega menga shu paytgacha aytmading? Ha, shunaqa.